Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Ko'pchiligimizning talablariga binoan Toshkent viloyati Piskent tumaniga tashrif buyurdik. 15 kun oldin ushbu ko'rib turgan maydoningizga kelganmiz. Assalomu alaykum Rustam doda. Alaykum assalom, yaxshimisizlar? Salomatmisiz? Hormang endi. Yaxshi qo'llaringmi? Charchamay. Omonmisiz? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr, mana harakat qilib mana bergan ko'chatlarni. Endi bir ish qo'ydim, endi to'g'ri ishmi, noto'g'ri ishmi, endi o'zingizlar bir anaqa baho berasizlar-da endi. Hali shamolda yoqa-baqa o'ynab o'rganiga men buni simni qo'ydim-da baqa ustiga yopib kelsimmi. Ha. Keyin mashinaga sal taraf himo qilib baqa taraf chiqdim-da ozgina. Mana shu ikkita bu mana mana. Baqa yotib qolmasin, yoqa-baqa. Bu ishni sizdan boshqa hech kim qilmaydi. Ha, o'sha. O'shani mana hozir qilib, mana qilib aytdim. Mana shuni Buni qaranglar azizlar, qarang, e'tibor beringlar. Shamol bo'ldi deydilar. Shamol bo'lganligi uchun mana ko'chatni ikki tarafidan mana qilib ip tortib, yiqilib ketmasligi uchun tortib qo'yibdilar. Erinmaganingizga qo'yasiz. O'zingiz yaxshimisiz? Men yaxshiman. O'zingizlar ko'pchilik obunachilar sizni so'rashdi. So'rab borib xabar oling. Omon bo'lsin, tanjonlar sog' bo'lsin, ketishsa. Nima ishlar qilyapti shu paytgacha? Yo, bekor o'tirish yo'q. Mana shu bir narsalarni ximishti qilib, ish qilib anaqa yotaman-da mana. Yusufga aytdim, Yusuf, qanaqa bo'lar ekan bu? Mana shuni bir ko'raylikchi deb, mana hozir 6-7 qatoriga shuni anaqa chiqdi. Endi qolganiga ham sim qilib qo'ydim, qog'ozlarni qoqib qo'ydim. Xudo xolasa buni ham ko'rmoqchiman. Bitta gap aytsam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'lmaydi. Bu odamni oldingi qilgan ishidan ham, o'rtangi qilgan ishidan ham ancha yaxshi ishingiz. Hozir ko'rib kelyapman. Ha, omon bo'lsin, hech qanday tinchlik bo'lsin. Endi mana qilganim Umidjon, o pastini yopmaganmiz-da klonka. O'sha aytdim, uspet qila olmadim past tarafini. Endi pasti bilan tepasida rosa farq ko'p. Hali yopmagan bilan yopganmiz. Buni ochganimdan keyin menimcha o'sha stressga tushib qoldi-da, pomidor nima qilishini bilmay qoldi. Men aytdim, "Ya dedim, bu dedim, bekorga emas ekan." Bir ayol ham so'ravdi, buni chaynanish qanaqa bo'ladi dedi. Keyin sifatda dada ochib yuborsangiz dedi, keyin dedi o'zi chaynlanib anaqa qiladi. Massa gulga kirmagan dedi. Bunchada edi. O'shan keyin bugun mehmonimiz bor dada. Ugurbek abi Turkiyadan Vivamuz kompaniyasidan. Inshaalloh pomidorlarimizda nima kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, o'zlari retsept yozib beradilar. Qo'ldan kelgancha o'sha retseptlari bo'yicha dorilarni beradi. Xudo xolasa, ishlatib ko'ramiz. Natijalarini keyingi videolarimizda Xudo xolasa dehqonlarimizga, obunachilarimizga taqdim etamiz. Avvalasi yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shunchalik ish qilib, mablag''ni yaratib qo'yib, sharoitlarni quvvatli ish qilib, hammamiz tanjon sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana endi hozir buni ham ko'rasizlar, keyin pastni ham ko'rasizlar, xudo xolasa razницасini aytasizlar keyin. Nimadir ekan bu. Zo'r. Uncha mana yopilmagan u. Bu anaqa chidam anaqa qiyami deyman-da bu. Hosili ham boshqacha. Va kez boya toklarni ozgina chopib chiqdim-da. Qarang, hosili ham, anaqalari ham mana o'zi bu boshqacha. Yana aytib ketaylik. Mana eslatmada endi. Mana bunaqa pashsha bor-da, mana kechib chiqdim shunga. Sepdingizmi bunga? Sepdim buni. Buni sorti 17.07 degan sort. Ha, 17.07. Bursa tuxum kompaniyasini qizil pomidorlardan bitta 17.07. Bu yil ko'pchiligimiz ehtiyojlar. Ko'ringlar, solishtirib olinglar. Mana lekin menimcha yomon emas lekin. Bu ham pashti 1 oy bo'ldi-da, dada. Mana o'sha 1 oy uchastkangiz bilan. 3 kun. Lekin sizda bunaqa mevalar yeri yo'q. Yo'q. Ham stress bor sizda. Mana o'sha tepa klonka yopilgani hisobiga, men yopmasam bo'lar ekan deb qo'yaman-da Umidjon. Buranın tutumu biraz daha iyi. Ha, va shuni ham aytayapman-da. Meva tutishlari deyapti, bu yerdagi Yusufbeknikidan yaxshi deyapti. Endi bizlarning kilonga bo'lgan-ku. Kilongada o'sar ekanda, ovlar ekan. Gullari ham, checheklari ham ko'p, abi. Chechelar. Yani çiçek de fena değil, meyveye dönme oranı da daha fazla. Ha burada da bit. Biz ketgandan keyin nima ishlar qildingiz endi, dada? Ketganiga men обработка qildim. Chopdim, anaqalarni bir o'tab chiqdim, mana yana o't bosdi. Mana
ichini arig'ini ichini qo'lda o'tab chiqasiz. O'tab chiqaman mana hozir. Yo'qni motoblok bilan ha. Ha, bag'il motoblogim bor. Ana o'ta tepaga qo'ydim. O tepada turibdi. Bir safar bu yerda ko'rdik. Bu yerda ham bor. Ana o bittasi burchakka borib qo'yganman. O yoqda ariqlarga yurib chiqdim-da. Kattasi. Ha. Qilgan bo'lsam, mana obработка qilib, dori solib, suv qo'ydim mana. Nima dori soldingiz bu? Unga amofos bilan Karbamid. karbamid soldimda aralashtirib, birga bir aralashtirib, o'shandan solib, mana bitta suv qo'ydim o'shandan keyin. O'shandan birinchi suv mana shu. Birinchi suv. Birinchi suv mana shu. Endi undan oldin bunaqa bo'lgan. Kilo anaqa holatda bo'lgan-ku, chanqab ketgan bo'lgan. Bitta shundoq urug' suvi deydi bizda nima suv? Ko'chat ekilgandan keyin nihol suvi deydi-yu. Uni shundoq bezdori solganmiz, qo'yganmiz. Keyingisi dori bilan ishladi. Mana bular mana bu aytamanda bu anaqa qilmagan mana uchun hosil normalda Yusuf mana ko'rasizmi mana pastligini? Hosillik kirgan mana. Amofos bilan karbamid. Mana qaranglar azizlar. Mana bitta tegidan mana shu bitta nodadan bitta shox, ikkita shox, uchta shox, to'rtta shox. Mana har bitta shoxida gullari mana checheklari mana shular alohida shoxdan bachkadan chiqqan gullar. Bu bachkalarga tegmaymiz. Mana shu bachkadan kelgan gullar, shonalar o'sha tonnajimiz, mevalarimizni ko'payishiga sabab bo'ladi. Tegmadim, olmadim lekin olmoqchi edim. O'sha kuni olmaylar deganingizga men aytdim. Ko'rib turibsiz mana sap-sariq bo'lib turibdi. Hammasi alohida shoxdan kelayotgan gullar. To'g'ri. Xudo xolasa yaxshi bu. Yo, yomon emas lekin. Eksiklari bo'lsa bunda ham yozib berariz abi. Xudo xolasa. Buraya da ilk uyguladığımız tarla gibi dengeli gideceğiz. O büyük tarla vardı ya. Aha. Ora gibi hem maksimus vereceğiz, hem enfosyon vereceğiz, hem nitrofert vereceğiz. Yine hektara 1'er litreden. Bak. Bu yerga ham o'sha aminotsitimizdan berar ekanmiz, Maximusdan. Shu havodan keladigan stresslarga va hasharotlardan va dorilardan keladigan stresslarga qarshi va ildiz tizimiga va gullariga, checheklariga fosfor va azot. Shulardan qo'shib birgalikda xudo xolasa beramiz. Sepish kerak. Yana bir 15 kunda biz yoz beradilar, dorisini biz beramiz. Natijasini 15-20 kunda kelib, yana bir xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Bo'ladimi, yaxshimi? Normalmi? O'zi. Tasannur Tasannur. Yaxshi, güzel. Ha? Güzel. Bu joy manaqada kichkina nesotigida 40 sotiklik maydon uchun siz bu yerdan boshqa joyga chiqmaysizda. Mashina ichida ertalabdan kechgacha yurasiz, qaraysiz. Bular u yerga ekib qo'ygan, bu yerga ekib qo'ygan gektar. Ya bu yugur ushlab bo'lmaydi. Bular anaqa bo'lmaydi. Ha. Bir xil qaro bo'lmaydi-da, shu siznikida baribir xuddi o'sha yoshda ekilgan kunlari, lekin Xudoga behisob shukur boshqacha ketyapti oxirigacha. Shunaqa bo'lsin. Ko'p siqiblik bo'lsa mana o'sha natijasi. Buni ko'rsangiz odam o'zi haligi yosharaveradi-da, Umidjon. Hozir 10 yoshga yosharib ketgan. Ha, buni ko'rib ana ko'rsangiz, bo'lgan sari odam haligi huzurlanaveradi-da. Abetdan keyin kelishimizni eshitgan ekanlar. Abetda biz boramiz dedik, dalalarni sizlarniki abetdan keyin o'tamiz desak, abetgacha kunlarini uyda o'tkazib kutsa bo'ladi, lekin o'g'lini bog'iga borib 34 yillik o'sha tokzorini tagini chopib chiqibdi-da. O'sha yerdan tutib keldik. Keyin mashinalariga o'tirib, o'zlari mashinalarida keldilar. Assalomu alaykum. Mana yana qatqaloq bo'ldi, yomg'ir yog'di. Mana endi hozir yurmoqchi edim bugun. Yana bozor kuniga yomg'ir beryapti-da, Umidjon. Ha, indinga. Men aytaman-ku, bu pomidorni iloji boricha qatqaloqni ko'chirib berish kerak. Qatqaloq bo'lmasa, pomidor yashnaveradi. Men ham shu-da. To'g'rimi? Mana bundan bir so'rang agar. Kamar singar ekan-da, kamarda qancha siqsangiz, holatingiz anaqa og'irlashadi-yu. Bo'shashtirsangiz, sal qo'yasiz, ana. Endi bunga o'sha qancha yurib bo'shaversa yer, ana qilsa. Kislorod kirgiziladi xolos yerga. Havo olgan sari pomidor yashnaveradi-da. Undan o'shaning uchun men erinmasdan mana ariqlarga ham o'zim yurib chiqaman, ballaga ham mana qilmayman. Aytaman, kecha bir 2-3 qatim yurgan ekan, ichiga tok ekkanman-ku. Umidjon mana. Ha, Ali, boy toklarimiz, salafan ham o'rab qo'yibsiz mana plyonka. U yoqda mana bag'da bularni mana kecha o'tlarni urib chiqdim. Keling, mana toklarni o'tga safar ko'rsatganmiz. Mana qarang, mana avatar uzum mana shu mana. O'zi ko'kardi mana. Avatar mana bu yerda mana ko'rdingizmi, ekdim mana avatar. Mana bular kecha o'tab hammasini bekor o'tirmayman-da. O't qilib endi
shu mana shu yerda ozgina suv qo'yib yuborsam pomidorga zarar bo'lmasmikin demoqchiman. Bo'lmaydi. Faqat keyin yetirish bilan kultosa qilish. Mana shu yerdan bitta suv berib yuborishim kerakda tokka. Abi, buni sherdan bir ariq ochib turib suv bersa bo'ladimi bu üzümler için? Bunga zarar yetmezmi? Çok vermediği sürece bir şey olmaz. Ko'p bermagunicha hech narsa bo'lmaydi deyapti. Ko'llatib. Yo'q. Bir sotka bunga ham nam kerakda baribir. Endi bu bir sotka bersam hech balo qilmasmi? Shuni bir og'iz mana qilay deb o'tirdim. Zaten buradan alttan alıyor bu suyu. Nam yaxshi nam. Bu yoqda mana ko'rsating. Alttan Keling. alıyor. Yo'q, keling. Nam ariq ochib suv bermoqchiman deyodilar. Mana buni oldida yer ostida nam bor deydi. Chunki mana bu yerda ariqi pomidordan suv beradi-da. O'zi nam yaxshi bo'lyapti. Unja men tagiga aytdimmi, bir paqir, 1,5 paqir suv quyib ekkanman-da o'zi buni. Tagiga, har bittasini tagiga ishlab, keyin ustidan yana shim bo'lgandan keyin ustini ko'mib qo'yganman-da buni. Endi hozir mana kecha suv berdim. Unda qarasam, o'zi mana bu yerdan o'zi nam kelganda mana ko'rdingizmi mana? Kulangan tagidan nam keldi mana bu yerga. Men Yusuf dedim, shu nam kelguncha dedim, ana qilaman sug'oraman, 2 sotka sug'ordim-da, unga mana. Mana shu yerga keldi nam. Bu olollaydi demakki bu uzunlar. Bu unga yeta olmaydi deyman-da o'zimcha-da endi. Hozir buni tagidan shuni bitta berib yuborsak, xudo xolasa shu zarar qilmasmikin deb. Yengil sug'oravering, zarar qilmaydi deyapti aka. Bo'ldi, o'sha bunga ham endi hozir mana ikkita yog'och tiqaman, keyin uni narvoncha qilib, keyin buni hozir mana o'sib ketadi-da, buni tarab qo'ymasangiz bo'lmaydi bu. Shunday qolsa bo'lmaydi. Yo'q, shunday qolsa bo'lmaydi. Buraya bir su verdi ya. Bu suda dursun, öbür suda versin mesela. Bir su boş yapsın, bir su dolu yapsın. Burayı suladı, dursun. Sonraki suda buraya da su versin. Sonraki suda dursun, bir sonraki suda versin. Ha, bo'ldi. Almashlab bering deyapti. Almash. Ha, bo'ldi, tushundim. Ama yani nem alıyor alttan. Baribir ham ortidan, tagidan ostidan suv nam oladi deydi. Nam oladi deydi. Yomg'irdan keyin rosa shira ko'payibdi, dada. Ha, mana endi hozir aytibdimmi? Xudo xolasa anaqasi yaxshi. Sizni fikringiz ne abi domatesda? Valla şu an bence gayet güzel. Fena değil. Dedemmi ishlari? Maşallah. Gayet iyi. Yaprak biti var sadece. Ona karşı zaten canlılar var, ölüler var herhalde ilaç atmış. Canlılar var. Takip edip bir daha ilaç atmakta fayda var. Bir de dediğimiz gibi yani şu anda iklimde bir sıcak geçişi var. Ona karşı da belli reçetelerimiz olacak. Onları da yaptığımızda gayet güzel sonuçlar alacak. Holatlari yaxshi deydi amaki. Faqat shu tagida bir xil hasharotlar bor deydi, shiralari. Shularga qarshi yana bir marta sepib qo'ysa ziyon qilmaydi deydi. Undan keyin biz o'zimiz retsept dorilarimizni yozib beramiz, o'shalardan foydalanadi. Xudo xolasa. Endi mana bu stresschi bu. O'sha stressiga beramiz-da. Aminotsidlarimiz bor. Bu yaxshi, ha. Stres namu uçagansız bitta bir marta, 2 martadan. Ha. Taralgan hisob bo'ladi bu. Mesela şu sıra zayıf mesela. O'shanda bu Sıra zayıf. o'shanda bu stressga tushadi. Mana misol uchun pomidorlarimizni tarab chiqamiz. Tarab chiqqandan keyin 3 kun o'ziga kelmay yotadi-da, shunga o'xshagan narsa-da bu. Ha. Bu shundan. Bundan qo'rqmang. Bu undan qolib ketmaydi. Bu naborat o'tib ketadi yana. Ya o'tishga o'tadi. Men endi mana bu sal xafada, men xafaman o'rtada Umidjon. Bunga o'sha Maximus degan dorilar bor ekan. O'zi izobion duvdim, izobion soch kerak duvdim, o'zi izobion ekan u Maximus degan dorilar bularniki. Tarkibi shu. Ha, bir xil tarkiblar, ha. De aminotsidlar. Unga qo'shimcha yana dorilar qo'shib beriladi. Xudo xolasa. O'zgarish sezasiz, amaki? Ha, xudo xolasa, inshaalloh ish qilib. Buni arig'inchinichi bir martaga hech bo'lmasa kultivasiya qilish kerak emas, mana o'tini o'tash kerak edi. Yoriladi-yu. Yorilgandan keyin yana bitta o'sha retsept qilib siz rasam ko'p sug'oribsiz. Hech ko'p solganim, normal solganman. Bu 4 qop dedim, 3 qop soldim. Men Yusuf dedim, bo'rtiraveradi. Ko'proq aytadi-da bu. Mana endi hozir mana sen aytgan o'sha ma'mulni mana o'tab chiqdim-da hozir. Mana ko'rsatdimmi senga? Ko'rsatdimmi, ko'rsatmadimmi? Yusuf? Mana bu yorug'iga solsangizchi, mana kelib oladi tomirlar. Bir marta kesgansiz tomirini. Tez boradi. Endi mana shu yerda Umidjon ana klonkalar sal tegib qolib, mana shu yerda sal xapada, mana shu yerda xaparoq edi. Mana hozir ertalabda mana hammasini mana shuni buni xudo xolasa 2 kunda bunaqa o't ishlasa qolmaydi bu yerda. Hammasini o'tab, chiroyli qilib, hozir yetilmagan edi. O'shaning uchun men kira olmoqdim ichiga. Bo'lmasa buni ichida bitta o't qoldirmayman men lekin. Mana ko'rsating azizlar. Ha, mana.
Tozalab o'zlari qarang. Mana endi hozir mana buni ham mana qiladi emas, loyroq mana O'zi bugundan kundan beri shekilli yerlar nam bo'lib, yog'ingarchilik bo'lib. Ha, xudo xolasa anaqa qilib qolsa bu o'tlarni ham olib chiroyli qilib. Endi Yusufga aytdim, Yusuf mana shu ish qildim, nima bo'lar ekan? Mana endi mana bu shamol ko'p o'tdi-da, uncha baqa. Pushtaga tarasam ariqqa otib uradi, ariqqa tarasam pushtaga uradi, mana to'xta. Anaqa bo'lib ketgan, qishlar bo'lib ketdi. Yusuf akamniki mana qay, bitta pomidor yozsa biz beraman, mana qilib ketgan. Keyin men to'xtadim. Sinib ham qolgan. Shatta qo'zi oldim, mana bu Rizomatga o'g'lim ko'p olib kelib qo'ygan ekan ipni. Mana bu uvol bo'lib turmasin endi, yana yil sezongacha dedimda, mana ishlasin bu deb, umidjoni. Ikki qator tortib, mana bitta mana bu simga tortaman-da, keyingi simga tortib, ustidan tortib, ikki qator ip tortib, arasiga mana yiqilmaydigan. Yiqiladigoniga mana yiqilib ketadiganiga aytamda tortib qo'yaman mana. Agar bu yiqiladigan bo'lsa, mana bu ushlab turaveradi-da, bu pomidor hech ketmaydi. Umidjon mana. Hali o'sgandan keyin yana bitta tortib olsam, o'shanga o'zi moyil bo'lib qoladi deyman-da. Mana hozir mana buni tarash qiyin, umidjon mana buni hozir. Buni tarash qiyin. Endi hali ko'p hali sinadi, agar tarayman demamda tarayman desangiz. Hosilga o'tirgandan keyin o'zi moyil qilib tarash kerak emas. Yo'q, o'shani men degan bo'lsangiz, bu ham stressga tushadi-da. Bu shunaqa ekan 1707. Bu qancha hozir taramay tursangiz, mana arig'ning ichini yopib turgani hisobiga nam bo'lib turadi-ku arig'ning ichi. Shuni hisobiga bu o'saveradi hozir. Keyin hozir buni tarab qo'ysangiz, bu qotadi joyda. Stressga tushadi. Domateslarni hozir qo'l tekkizma deyapti, deyman. Tarama yotqizma deydi. Yatmasın diye şu çektiği şey mi diyorsunuz? Ha. İp çekmiş. ha shunga mana aytadimi? O'zi qo'l tegsa yotqizganda bir ozgina anaqa bo'ladi, stressga tushib qotadi deydi. Bir haftaga orqaga qaytib ketadi-da. Bu o'saversin. Bir xilgilar cho'pda yotqizadi, bunday qilib. Yasab olib. Men hozir mana bu apto uradigan hosil yo'qda hozir. Buni o'zini mana oddiy misol, mana shu pomidor bo'lsa, o'zini mana bunday qilib qaytarib mana moyil qilib hosil tagida qoladi, o'zini bosib qoladi. Ha. Bunda shunaqa holat. Mana bu arig'ini ichi, qarang. Hozir nam ushlab turadi, nam ushlab turgani hisobiga bu qattiq issiq bo'lmaydi-da. Bu qanaqandir bir o'sishdan, davrdan to'xtamaydi-da bu. Hozir buni mana shu bitta xatni hozir tarab chiqadigan bo'lsam, bu taralmagan xat o'saveradi, bu qotadi joyda. Bu boshimizda o'tgan narsa-da. Bu hosil ko'taraversin, keyin o'zim aytaman. O'zimiz kelamiz, ko'rsatib berib, mana misol uchun mana oddiy misol, mana shu hosil bitda. Mana hosilni bunday qilib mana o'zini yo'nalishi bor. Yotadi bu. Buni ket salqin taraymiz endi, xudo xolasa. Chunki ket salqin deganim sabab, orqagilar obedda nega yumshoqroq bo'ladi deydi. Ket salqin bu o'zini o'zi ertamangacha bu baglari, mana qayrilgan baglari ertamangacha turib oladi. Obedda qiladigan bo'lsak, oldin obedda qilardik, mana yumshoqroq bo'lardi. Bu mana bagga teskari bo'ladi-yu, mana bu yog'ini quyosh urib qo'yardi. O'sha hisob bo'ladi. Oddiy ket salqin tarash kerak emas. Bu ertamangacha mana shu bagi mana shunday bo'lib, yana o'zi holatiga kelib oladi. Bunda qo'rqish kerak emas. Dada, u oldingi pomidorlar bilan oldingi dehqonchilar va hozirgi dehqonchilar farqi bormi? Qaroqlarida o'zgarganmi? Katta farq bor. Endi mana oldingi mana talalixim ekardik, birinchi boshlansa talalixim degan pomidor chiqqandi. Perimogadirdi, Podarishni ekkanman, Agata, Mobil, Stalingrad degan pomidorlar bo'lardi. O'shandan keyin menga yoqqan pomidor Ultra degan pomidor bo'lardi. Hozir shu yo'q bo'lib ketdi. Eng zo'r mana xuddi mashinaga o'xshagan, mana 07 ga o'xshagan qattiq zo'r bo'lardi. Uni mana men Arqaliq degan joyga olib borib 10 kun yurganman. 10 kunda ham bittasi ezilmagan ham, suvi ham chiqmaganda. O'sha pomidor 10 kun yurgan. Boshqa pomidor, mana talalixim, boshqa u pomidorlar sразу suvi chiqib, o'sha atalasi chiqib aynirdi-da. Men o'shani aytdim, 10 kun yurganman o'sha Ultra degan pomidor. Bularga ham, o'shalarga ham xuddi shunaqa dorilar beramiz dedilar, ishlovlar qilamiz dedilar, unchalik qiyin emas emi bu paytda. Yo'q, qilardik, ishlov bermasa, unda 90 ga 90 qilib ekardim men. Undan men anaqalar nima deydi? Traktorlar anaqalar paxtani 90 ga ekardi-yu. 90 ga molani olardik-da, molani o'rniga paxta ekadigan o'rnidan ko'mma olib, o'sha ko'mmaga keyin dadam rahmatlik
O'g'lim ozroq go'n soldi, keyin unda amofot solmasdik. O'shani qilib keyin shunaqa qilardik, lekin yaxshi bo'lardi, zo'r bo'lardi. Hech nolimaganmiz. Men aytdim, yaxshi urug'. Mana masalan, men shuni ham men ko'rdimmi, men shuni ekmaguncha men uyqum kelmaydi-da, unchani. Men yaxshi ko'chat, yaxshi urug'ni ko'rsam, o'shani ekib bir obработка qilib, bir mazza qilsangiz, anaqa qiyinda. Endi mana billa bordik Umjon akam oldiga. Uni boshdan aytish kerak-da. Umjon akam oldiga amakam aytdilar, men o'zim borib kelaman dedilar-da. Billa bordik. Mana o'rtog'ingiz bilan bordingiz Hojiboy bilan. Ha, Nosliqning o'rtog'i, bu ham cho'loq, ana bitta o'rtog'im bor edi, nevasi bor. Bu ham ekib qo'ygan, ana, sep qo'ygan. Shular bilan borib, o'zlari olib, misol o'sha pomidorni ekishdi, boshqa qilishdi. Mana sizga 2 yildan beri klientki bular. Mana endi menda 17.07 haqiqatan zo'r chiqdi. Qolgan pomidorlar ham zo'r. Bizlarning Piskentimiz regioni bor-da, endi regionga tushadigan pomidor ekish kerak. Bizga mash pomidor tushdi misol. Bu yil massiviy shunday ekdik demoqchiman-da hammasini. Yaxshi. Kimga ham yoqdi. Bu mazasi ham zo'r ekan. Mana oddiy misol kiprigini o'zi boshqa narsa-da bu. Ha, kecha ko'rdi, balla ham ko'rib 6 tadan 5 tadan ham bor ekan. Umidjon, mana bu kiprik, mana kiprigi bor-ku. Kiprigi bir boshqacha ekanda, mana qarang kipriklarini, mana o'zi boshqacha bo'lib turadi-da, mana qayil chiroyli turar ekan mana. Kipriklari bor. Shu bittasida 6 ta, bittasida 5 ta, mana aytdim. Bu ham har xil bo'lar ekanda deyman-da, Umidjon anaqasi. Endi ustam dedi, xo'p desangiz, yana bir 20 kundan keyin kelamizda. Xudo xolasa, yana bir xabar olamiz. Keyin pishganda yana bitta kelamizda, 2 marta kelar ekanmiz, xo'p desangiz. Xudo xolasa. Chaylangizda bitta chiroyli osh damlab, Xudo xolasa, voy. o'tirib. Bugun men hozir anaqa qilmoqchi edim, bitta keladigan bo'lsa bir harakat qilib o'rtoqlab o'tiraman. Men yo'q, men o'tirishga vaqtim yo'q dedim. O'zimcha bir masala olib kelib, ana qazon o'choqlarni olib kelib, bittan keyin to'rlaga duvdi. To'rlaga bo'lsadim bitta o'zi ko'ngilda bor edi, bitta osh damlab kelsa, endi kelib quruq qaytib ketaverisham bo'lmaydi-da, hali qutlug' xonadonga kelgandan keyin bir ozroq unaqa ketmasa ham bo'lmaydi odam. Xudo xolasa kelamiz, bahoja ruxsat bersangiz, boshqalarimizni ham olib kelamiz. Shu ularimiz O'zbekistonga kirishiga sabab bo'ladigan insonlar bor. Shular bilan birgalikda kelib, xudo xolasa o'sha pomidorlardan atishuvlar qilib, Xudo xolasa, Alloh nasib qilsin. Aytgansiz. Yana bir maslahatlaringiz bo'lsa, o'shanda bir suhbat qilamiz, berasiz. Mehmonimizga ham katta rahmat. Omon bo'linglar, Tanjon aka. Mana endi bularni quruq qaytarib olisham odam anaqa qiladi endi hozir. Bag'i juma, endi men Yusufga aytdim. Yusuf dedim. Yaxshi kunda keldi, mana juma kunida kelishyapti mana. Juma kuni mayli. Tinchlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. Yurtimizga tinchlik bersin Allohim. Prezidentimiz omon bo'lsin. Bitta duo qilib berasiz yana. Amin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hamma dehqonlarning ishlarini rivojini bersin, tavakkallarini yaxshilik, hammalarini Tanjon aka bolacha qilay. Bosh bersin, Allohim nasib ro'za aylasin. Allohim. Hurmatli dehqonlar, aziz obunachilarimiz, kuzatishda davom etasizlar. Yana bir xudo xolasa nasib qilsa kelamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat sizlarga ham.